Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz endi Pythonning matbuot kutubxonasiga bag'ishlangan 5-darsimiz hisoblanadi. Bu yerda endi nimani o'rganamiz? Bu yerda qaysi funksiyalarni o'rganamiz? Bu yerda demak, noto'g'ri tarmoqli ma'lumotlar bo'lishi mumkin sizda. O'sha ma'lumotlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan funksiyalar bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, birinchisi demak trim contour funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyaning asosiy vazifasi demak noaniq bo'lgan o'sha aytaylik ma'lumotlarni ustida ishlashingiz mumkin. Aytaylik integrallar bo'lishi mumkin. Aytaylik sizda natijalaringiz nima holatda hisoblanadi? Ya'ni natijangiz uchburchak holatda qaysi nuqtani egallayapti, qaysi faza jarayonga tegishli ekanligini aniqlash uchun qo'llashingiz mumkin. Bu demak asosan tarmoq ma'lumotlarida ko'proq qo'llaniladigan funksiya hisoblanadi. Bizda chizmamizda demak olganmiz sinus 10x plus cosinus 10x funksiyasi demak yig'indisini hisoblaydigan misolni olganmiz va o'sha orqali demak chizmani hosil qilganmiz. Bu yerda demak albatta biz random funksiyasidan aytaylik NumPy kutubxonalaridan foydalanganmiz. Kodni tahlil qilishimizni aytadigan bo'lsak, bizda ikkita parametr bor, ya'ni x va y har doimgidek ular random holatda tanlangan. Ya'ni bu bizga x va y qayerda edi? Sinus 10 va y 10 ni hisoblash uchun demak u yerdan random holatda qiymat olingan va chizma hosil qilingan. Chizmadan ko'rib demak o'sha siz tahlil jarayonini amalga oshirishingiz mumkin. Kodni bemalol demak o'zingiz ishlatib ko'rib kerakli xulosa chiqarishingiz mumkin. Keyingi funksiyamizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak trip contour f funksiyasi, ya'ni trip contour funksiyasidan ozroq farqi bor. Bu funksiyamiz demak bizda chiqqan natijamiz, ya'ni qanaqadir soha tegishli bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohani faqatgina to'liq rang holatda belgilab ko'rsatish uchun demak qo'llaniladigan funksiya hisoblanadi. Bir dona farqini oladigan bo'lsak, demak to'liq o'sha sohani rang holatda belgilab beradi. Demak, matbuotning o'sha gradient ma'lumot noto'g'ri ma'lumotlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan keyingi funksiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu funksiyamiz demak trip color funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya qanday ishlaydi? Bu funksiya demak sizda ma'lumotlaringiz qanaqadir noto'g'ri jarayon amalga oshiriladigan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumotlar uzatiladigan bo'lsa, bu yerdagi demak noto'g'ri ma'lumotlaringizni demak uchburchak holatida chizib ko'rsatadi. Ya'ni sizda tarmoq o'sha noto'g'ri ma'lumotlaringiz qanaqadir tarmoqni tashkil qiladi va o'sha tarmoqdagi elementlarni uchburchak holatda chizib, vizual holatda ko'rsatib beradi. Bizda misolimizda demak aytaylik 3 ta massив olganmiz, array massив. Bu yerda x, y va z massivlar olganmiz va o'sha demak x va y massivimiz bu qiymat deb oladigan bo'lsak, z massivimiz bu ranglarning qiymati hisoblanadi. Bu asosida demak grafikni chizganmiz va grafikni aytaylik uchburchak holatda chizilgan, undagi ranglar asosida siz qayerda qanaqa xatolik bo'layotganligini ko'rib xulosa chiqarishingiz mumkin. Navbatdagi funksiyamiz demak trig plot funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyaning asosiy vazifasi demak matbuotda xo'p sizga ikkita shakldagi rasmlarni, ya'ni trigonometrik ko'rinishda belgilab beradi. Ya'ni sizdagi to'plamdagi natijalarni olib ko'radi va ularni tutachish nuqtalarini alohida belgilab beradi. Ya'ni bu yerda sizga chizilgan uchburchagingizda faqatgina demak orqa foni bo'lmaydi va o'sha chiziqlar, ya'ni kesmalar asosida chizib berish bilan shug'ullanadi. Endi bu funksiyani qo'llanish oladigan bo'lsak, sizda demak aytaylik to'plam bor. To'plam elementlarini ikkita kesish nuqtasini topish degan masala qo'yiladi. Ya'ni ikkita to'plamning ichidan kesishadigan yechimlarni olishga to'g'ri keladi. O'sha holatda siz nima foydalanib grafikini chizib, demak mana bu to'plam va mana to'plamdan olingan elementlardan demak mana bu o'sha nuqtalar yechim sifatida olinishi mumkin degan fikrni ilgari surishingiz mumkin. Xo'p, bizning misolimizda demak uchburchak rangini demak hosil qilish misoli keltirilgan. Bu yerda demak biz massив olganmiz, ya'ni x va y ga ikkita massив olganmizda va ularni demak qiymati asosida demak grafikini chizib hosil qilganmiz. Xo'p, shu bilan demak bizda 5-darsimiz yakunlandi. Sizga agar nimadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, demak misollarni siz o'zingiz kompyuterga kiritib, natijalarni olib tahlil qilish orqali o'rganishingiz ham mumkin bemalol.